Mana hozir aytyapsiz, mana boy oiladan millioner chiqish osonroqmi yo kambag'al oiladan chiqish osonroq? Mana hozir siz ko'p tadbirkorlar bilan ishlayapsiz. Mana hamma analiz qilib yurasiz, men bilaman-da sizni. Hamma yoni izuchasi qilib yurasiz, informatsiyangiz ko'p. Qaysi biri mana misol uchun boy odam ikkinchi avlodga o'tib ko'p bizneslar sinib ketganini ko'ramiz. Yo'q bo'lib ketadi. Qaysi birini anaqasi Imkoni ko'proqmi? imkoniyati ko'proq и foizi ko'p mana real hayotda. Ana yaqinda bitta video ko'rib qoldim-da. Xuddi shu savol berganda aytayapti-da. Tasavvur qiling deyapti, 9 etajga binodan deydi, 9-etajga kimdir birinchi chiqish kerak deyapti-da. Sizni farzandingiz boy bolasi 5-qavatda-da. Kambag'al bolasi 1-qavatda deyapti. Qaysi birinchi chiqadi deyapti. Tushunasiz? Da to'g'ri bu gap. No, lekin bitta narsa bor. Puli yo'q insonda, qiynalgan insonda boyligi bo'lgan motivatsiya kuchliroq bo'ladi. Qorni och inson. Qorni och. Shuni bilasizmi? Korzinkaga kirganda och holingda kirmagin, bo'lmasam pakupkani ko'p qo'rasan deyshadi. Eshitganmisiz shu narsani? Shunaqa. Betdan xuddi. Da. Menimcha noldan boy bo'lish osonroq. Yana aytaman, chunki noldan boy bo'la olmay qolsangiz sizni hech kim urishmaydi. Boy bo'lmading-ku demaydi. Lekin boy bolasi boy bo'lib turib shu boylikni olib keta olmasa, oka hammadan gap eshitadi u. Hop, mana siz ko'rayotganingiz 10 ta boy bolasidan nechtasi tortib ketyapti hozir? Mana hozir jamiyatimizda ko'rayotgan narsa. Oka kam. Mani hisobim bo'yicha, balkim noto'g'ridir-ku. Siz statistikangiz. Mani statistikam bo'yicha taxminan 30% tortib ketadi. Qolgan 70% tortib keta olmaydi. 30% tortib ketadi. Ulpatlarimiz orasida biznesmenlar ko'p-ku. Men ularning farzandlarini ham bilaman-da, aytolmayman bu yerda hozir. Uzoqqa bormaydi bunaqa farzandlar bilan. Nimaga mana o'sha farzandlar mana shu 70% ko'pchilik mana ikkinchi avlodga bizneslar o'tmayapti. Katta biznesmenlarni ham farzandlari otani o'ziga o'xshamayapti-da bola. Nimaga o'xshamayapti deb o'ylaysiz? Mana muammoni. Gen-da, oka, gen. Misol uchun o'g'li bor. Gen o'sha, bunda ham gen, buni ham gen o'sha. Nimaga u o'tib ketmay olmayapti? Qarang. Hamma kambag'al ham boy bo'lib keta olmaydi-ku. Noldan boy bo'lib keta olmaydi-ku. U tug'ilganidan jangchi bo'lib tug'ilgan. U odam o'zi biznesmen, kelajagi peshanasida biznesmen bo'lish yozilgan noldan. Qiyinchilikdan katta bo'lgan. Noldan boshlab bosyapti gazni. Endi qarang, uylanib bola chaqali bo'lgandan keyin bolasi nobog'da otasiga o'xshab qolsa, u gen otasidan o'tgan bo'ladi, biznesi davom etib ketadi. Unga muammo yo'q. Lekin bola onaga tortishi mumkin. Onani xarakteri zo'r bo'lsa yaxshi, lekin onani xarakteri nima desam, yumshoq tabiatli, biznesga moyilroq, kamroq bo'ladigan bo'lsa, u boladan biznesmen chiqishi qiyin, u yo'q qilib u. Ko'pincha holatlarda bola tog'asiga tortishi mumkin. Yoki bo'lsam onasini dodasiga tortish mumkin masalan. Otasiga emas-da lekin. Okey, hamma ham biznes bo'lib ketavermaydi, bu ham talantda. Biznes bu talant bu. Bu ham rol-da, to'g'rimi? Okey, biznesni o'rgatib bo'lmaydi birovga. Tug'ma. U tug'ma biznes, u talant u. Xuddi mana Yulduz Usmonova ishlatadi. Yulduz Usmonovadagi hech kim bo'la olmaydi, masalan. Qo'pol qilib aytganda. Talantda u faqat talant, 100% talant. Messidagi bo'la olmaydi hech kim. Bu ham talantda. Biznes ham xuddi shunaqa, okey. Talant bu. Talantdan boshqa narsa emas bu. Tug'ma bo'lish kerak bu. Endi men bitta juda katta taniqli biznesmenni eshitganimda, o gaplarni eshitganimda, men farzandlarimni yo'qotdim. Endi nabiralarimni tarbiyasi bilan shug'ullanyapman. Chunki men o'zimni bizneslarimni nabiralarimga qoldiraman. Chunki ularni yoshligidan tarbiya qilishni boshlanyapman. Aytdilar-da, bolalarim tortib keta olmaydi dedilar. Ko'zi yetmayapti. Ko'zi yetmayapti. Balkim bizni ularga yengil hayot, o'zimizni ishga fokusimizni qaratib turib, fokusimizni biznesga qaratib turib, aytganingizdek, ya'ni tirishib, tortishib, balki farzandlarni esimizdan chiqarib qo'yayotgandirmiz. Yo'q, oka, mana bunaqa narsa bor. Odam bor-ku, o'ziga nisbatan adolatli emas-da. Nega unaqa deyapman? Farzandiga bundoq qaraydi-da. Men buni biznes qilishim kerak, shuncha boyligimni tashlab ketishim kerak, shu bola meni biznesimni davom etib ketish kerak degan xayol aylanadi-yu, lekin farzandi nimaga qiziqishini so'ramaydi farzandidan. Zo'r. Okey? Odam adolatli bo'lsin-da. So'ra, gaplash, o'zi bilinib turibdi-ku biznesmen emasligi. Nima qilasan uni qiynab? Ertaga bekor baribir hamma biznesini nol qiladi. Undan ko'ra biznesingni o'zing rivojlantirganda, kerakli insonlarga sarflaganda, kerakli insonlarni anaqa qilganda, nima deydi? Jalb qilib, sherik qilganda, farzanding o'sha puldan daromad olib turib,
o'ziga yoqadigan ishga sarflasin. Masalan, kimdir rassom, kimdir ashulachi bo'lgisi keladi, kimdir sportsmen bo'lgisi keladi. Qo'yib berursin, aka, men shunaqa tarafdoriman. O'zingizda ham shunaqa bo'lganmi, to'g'rimi? O'zimda ham shunaqa bo'lgan. Bankda Adam mani ishlaganmisiz? Adam voyenniylar-ku. Ha. Adam mani voyenniy bo'lishimga, militsiya bo'lishimga rosa harakat qilganlar. Aka, men sen ham katta rahbar должность bo'lasan deb yurganlar-da. U menga вообще yot begona narsa-da bu. Uni keyin bilib qolganman o'zim ham. Men endi adam menga yomon narsani ravo ko'rmaydi deb adam aytganini qilaverganman. Keyin adam ham oxiri tushunib aytganlar, bu saniki emas ekan, bolam deganlar. Bekorga vaqt yutqizib qo'ydik deganlar. Yo'q, adam vaqt yutqizmadik. Taqdir peshana ekan, zato kech bo'lsa ham. Lekin o'sha paytda shu davlatda yurgan paytingizda, davlat ishxonalarida yurgan paytingiz hozir ham sizga ishlaydi-da. Tajriba bo'lib ishlaydi. Tajriba bo'lib ishlaydi. Baribir juda bir katta tajriba bermaydi-da. Misol uchun har bitta katta tadbirkorlar bilan ham shu deylik urgunda gaplashishingiz ham yoki ularni muomalangiz ham shu baribir anaqa shunga tortmaydimi? Yo'q deb o'ylayman. U endi otadan qolgan tarbiya bo'lishi mumkin, lekin ishxonani unga aloqasi yo'q, aka. Men ishxonada ishlagan paytimda katta tadbirkorlar bilan gaplashmasdik-da biz. Biz o'zi 200-300 dollar oylik ishlab yurgan bo'lsak, qanaqasiga milliard dollarlik tadbirkorlar bilan gaplashasiz? Mana hozir gaplashaman. Nima ish qilasiz? Sug'urta kompaniyasida ishlagan. Tushunyapsizmi? Shuning uchun men aytaman, sizga ana karta suzadi-ku, qo'lingizga nima tushadi? Kozirlar tushadimi, tushmaydimi?